ikki xonali eng katta galyorkani ko'rib o'tamiz bugun sizlar bilan birgalikda. Nima uchun eng kattasi? Chunki birinchi qavatda joylashgan, alohida kirib chiqasiz. Galyorkani mana ikkinchi etajga e'tibor berasizlar. Uzun yo'lak bo'ylab uyingizga o'tsangiz bo'ladi, lekin aynan ushbu xonadonda alohida zina bilan eshik bilan kirsak bo'ladi va biz 13-maktabni yonidagi O'zbekiston kinoteatri, bu tarafda demak Tsum joylashgan o'sha hududdagi galyorka domlarga yetib kelganmiz. Demak, bu birinchi balkon qismi hisoblanadi. Aynan mana shu balkon borligi uchun birinchi qavatdagi galyorkamiz anchagina katta hisoblanadi. Bu yerda bemalol xona qilib qo'ysangiz bo'ladi, narsalarni saqlasangiz bo'ladi. Hamda keling, 3-4 yildan buyon ushbu xonadonda hech kim istiqomat qilmayotganligi sababli ozgina betartib bo'lishi mumkin. Atak xonadonimizda holati yashash uchun tayyor bo'lib turibdi. Yuvinish xonalari alohida kafel qilib qo'yilgan. Marhamat. Bu tarafda esa oshxonasi. Oshxonaga faqat bitta rakvina qo'yish kerak bo'ladi. Marhamat, ko'rsatib o'tasiz. Ushbu xonadondagi kir yuvish mashinkasi hamda xolodilnik olib ketiladi. Mana bu tarafda zal qismi, e'tibor berasizlar. Chiroyli obloy qilib qo'yilgan, mabotiga palos to'shab yashash sharoitlari bor. Keling, balkon qismini ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, balkon qismida o'zining kladovka qismlari, u tarafda ham, bu tarafda ham joylashgan, parda qilib qo'yilgan, yopilgan balkon qismimiz hamda biz ikkinchi xonani ko'rib o'tamiz. U yotoqxona qilishga mosroq holatda bo'lib turibdi. Marhamat. Bu demak ikkinchi xonamiz hisoblanadi. Pardagiramni qilib sekin yashsangiz ham bo'ladi. Mana bu tarafdan bitta asvejit qilish kerak bo'ladi. Demak, sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tgan ushbu xonadonimiz birinchi qavatda joylashgan. Yana ham e'tibor berasizlar, o'zini tashqi yer qismlari ham mavjud. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, lokatsiyani yana bir bor eslatib o'taman. 13-maktab davlat bog'chalari hamda O'zbekiston kinoteatri, bu tarafda to'g'ri o'tadigan bo'lsak, Sagdiana stadioni, Tsum, hamma eng yaxshi lokatsiyalardan birida joylashgan. Ushbu xonadonning atrofiga ham e'tibor beringlar. Qancha daraxtzor joylashgan. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, 447 million so'm barakasiga ozroq o'tib beriladigan holatda sotuvga chiqaramiz. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, hoziroq ushbu birinchi qavatdagi xonadonimizni xarid qilinglar. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'linglar. Mana shunaqa yaxshi xonadonlarni arzon narxda savdolashib qo'yib boramiz.